Odam bo'lish qiyin. O'lmas Umarbekov. Obid aka va'dasiga muvofiq g'ira-shirada Abdullani uyg'otdi. Borasanmi? Bo'lmasamchi, dedi Abdulla ko'zlarini ishqalab. Shunday dedi-yu, lekin erinchoqlik bilan o'rnidan turdi. Hovliga tushganda Obid aka eski shim ko'ylak, rezinka etik kiyib olib, beliga o'qdon bog'lab turardi. Ana ular senga, dedi u Ravonga ishora qilib. Bedazor hozir nam, kiyimingni rasvo qilasan. Abdulla apil-tapil yuvinib, tog'asi tayyorlab qo'ygan eski bir kombinezonni kiydi. Kombinezon katta kelib, pochalari osilib tursa ham unga yarashdi. Bir poyining tagi ko'chgan etikni kiyganda esa tog'asi kulib dedi. Traktorchi bo'lding qo'yding. Tuzukmi? Tuzuk bo'lganda qandoq? Hojar buvi kechagi oshning go'shtlarini ikkita nonga bosib, to'rvaga solib berdi. Shu yerda yeb ola qolaylik, so'radi Abdulla qorni ochligini sezib. U yoqda yeymiz. Buning ham o'ziga yarasha gashti bo'ladi, dedi Obid aka. Nima deding? Mayli, hayallab qolmanglar, Obid, dedi Hojar buvi. Zahroga ovqat olib borasana, shirguruch qilib qo'yaman. Xo'p. Ular yo'lga tushishdi. Eshikka yetganda Obid aka Teshavoy deb chaqirdi. Qayerdandir kichkina olachipor shalpang quloq it paydo bo'ldi. Ularning oldiga tushdi. Qayerdan oldingiz buni, tog'a? So'radi Abdulla itga odamning ismi berilganiga hayron bo'lib. Bir ovchi o'rtog'imdan oldim. Uning ham oti Teshavoy. It desa, ov desa o'zini tomdan tashlaydi. Zo'rg'a oldim. Bir oy yalinib yurdim. Oxiri berdi. Obid aka o'sha yalinib yurgan kunlari esiga tushdi shekilli kulib qo'ydi. Bir kuni uyiga borsam, hovlida o'ynatib o'tiribdi. O'zida bir emas 4 ta. Tag'in shundoq itlarki, sherni tutib kel desang tutib keladi. Ko'p bo'lsa ko'z to'ymas ekanda. Buni poylab yurib, yangi tug'ilganda oshnasinikidan o'g'irlab kelgan. Ko'rdimu mahkam yopishib oldim. O'sha kuni endi ko'zini ochgan ekan. Men ham unga ko'p yaxshilik qilganman-da, oxiri yo'q deya olmadim. Qo'liga olib tumshug'idan o'pdi. It g'ingshib qo'llarini yalay boshladi. Yana aynib qolmasin deb sekin gap boshladim. Teshavoy deganimni bilaman. It tumshug'ini menga o'girdi. Ikkalamiz kulib yubordik. Mayli ola qol, dedi itni menga uzatib. Otini nima qo'yding deb so'radim. Shoshib itni olar ekanman, hozir o'zing qo'yding-ku, Teshavoyda, dedi. Shu Teshavoy bo'lib ketdi. It o'zining nomini eshitib to'xtadi-da, buyruq kutgandek Obid akaga ingichka qora tumshug'ini cho'zdi. Bor, seni chaqirganim yo'q, dedi Obid aka qo'li bilan yo'lga ishora qilib. Teshavoy kichkina oppoq dumini likillatib, oldinga chopib ketdi. Yaxshi it chiqdi haromi, dedi Obid aka havas bilan unga qarab. Hali yana o'zing ko'rasan. Ular Olmazor etagidagi so'qmoq yo'lga burilishganda quyosh tog' ortdan endigina mo'ralay boshlagandi. Olma shoxlaridagi sarg'aya boshlagan yaproqlar oltin tangalardek yaraqlardi. Ular 2 kilometrcha yurib, kanal bo'yiga chiqishdi. Shu yerda qishloq tugab, keng ekinzor boshlanardi. Popuklari qizarib, yetirib turgan jo'xorizor uning orqasi ketgancha paxtazor edi. Obid aka jo'xorizorni aylanib o'tishganda, keldik, dedi va miltig'ini yelkasidan oldi. Abdulla oldida bedasi o'rilgan yaxlit karta yassanib yotardi. Qani birpas o'tiraylikchi, hozir boshlanadi, dedi Obid aka sirli ohangda. Ular ariq labiga omonatgina o'tirishdi. Abdulla tog'asi nimani boshlandi deb tushunmadi. So'rashga esa uyalib, bedazorga tikildi. Jimjit, hech qanday qushning ovozi eshitilmasdi. Yengil shabada bedaning chuchmar hidini dimoqqa urib esardi. Ular ancha o'tirishdi. Obid aka oyoqlari orasida tilini osiltirib yotgan Teshavoyning boshini silab, xuddi Abdulladek bedazorga tikilardi. Ammo bedazor hamon tinch,
unda biron jonivor borligidan asar yo'q edi. Bir-ikki marta chumchuq galasi gurr etib ko'tarilib, jo'xorizor ichida g'oyib bo'ldi xolos. Abdulla zerikdi va tog'asiga o'girilib, "Hech narsa yo'q-ku", dedi. "Tish", dedi Obid aka nimagadir quloq solib. Shu tob qishloq tomonda sigir ma'radi. Keyin qayerdadir yaqin bir joyda nimadir tiq etdi. Yana nimadir taqilladi. Baqami, alla narsa bir-ikki marta "huvak, huvak" degan tovush chiqardi. Obid aka Abdullani turtib, "Eshit", dedi. Abdulla shu so'zni eshitishi bilan bir bedaning "Buldiq" degan ketganini payqadi. Ovoz juda baland va tiniq edi. Ko'p o'tmay bedazorning har chekkasida bedanalar sayray boshladi. Abdulla qaysi biriga quloq solishini bilmay qoldi. U yosh boladek sevinib, ariq bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yugurar, qayoqda bedana balandroq sayrasa shu yoqqa o'zini otardi. "Boshlaymizmi?" so'radi Obid aka. "Birpas turing." Abdulla o'lim xavfini sezmay, o'z ovozidan zavqlanib sayrayotgan bedanalarga quloq solish bilan band edi. U bu daqiqaning iloji boricha cho'zilishini istardi. "Kech bo'lib ketadi. Orqadan odam o'tib qolishi mumkin", dedi Obid aka, lekin joyidan qo'zg'almadi. Bedanalarning xori tinganday bo'ldi. U yer bu yerdagina siyrak eshitilib qolardi. "Endi boshlaymiz." Obid aka o'rnidan turdi. It bir sakrab, ariq ichidan chiqdi-da, tizzasigacha botib, bedazor ichiga sho'ng'idi. 5 metrcha doira chizib aylangach, egasining oldiga kelib tumshug'ini cho'zdi. "Ol", dedi Obid aka qo'lini oldinga bigiz qilib. It yugurib ketdi. Obid aka belidagi ancha-muncha ilgak osilgan kamarini tuzatar ekan, Abdullani ogohlantirdi. "Faqat orqamdan yurasan. Yonimga ham, oldimga ham o'tma." "Xo'p", dedi Abdulla ho'l bedazorga qadam qo'yib. "Ancha otamizmi? Qancha kerak?" "5-6ta ota olarsiz." Obid aka kuldi. 5-6ta otish mumkin, juda bo'lmasa. U gapini tugatmadi. Paq etgan tovush eshitildi. Abdulla nima bo'lganini anglab yetguncha Teshevoyning og'zida bir qanotini silkitib turgan bedani ko'rdi. It qoyil ish qilgandek o'zidan mamnun bo'lib dumini likillatgancha Obid akaga tikilib turardi. "Obkel", dedi Obid aka tizzasiga urib. It yugurib egasining oldiga keldi. Bedana hamon tirik edi. Qanotini silkitib, qon tumshug'i bilan itning yuziga urilardi. Obid aka uni itning og'zidan oldi-da, kamaridagi ilgaklardan biriga bo'ynidan ildi. Osilib qolgan bedana bir-ikki silkinib tinchidi. "Semiz ekan", dedi Obid aka miltiqni o'qlar ekan. "Bu ham sening omading." Abdulla indamadi. Birinchi marta ovga chiqqani uchunmi, ovning bunday bo'lishini xayoliga keltirmagan, otilgan narsa o'sha zahoti o'lar deb o'ylagan edi. U ko'zini tog'asining belida likillab turgan bedanadan uzolmas. O'q teshib majaq bo'lgan tumshug'i ko'nglini aynitardi. Hozirgina sayrab turuvdi, o'yladi u bir-ikki tupurib. Endi sayramaydi. Endi pati yulinadi. Yuvilib, tozalanib, oshga bosiladi. "Kim yer ekan? Men yemayman." "Qayoqda qolding, yurmaysanmi?" qichqirdi Obid aka. Abdulla o'ziga kelib tog'asining ancha ilgarilab ketganini, uning oldida it dumini cho'zib, nimanidir iskab turganini ko'rdi. Uning zavqi baland kelib, Abdulla hozirgina ezilib xayoldan o'tkazgan gaplarni unutdi-da, itga tikildi. Teshevoy birpas tumshug'ini cho'zib turdi, keyin sakradi. Nimadir uning oldida pir etib ko'tarildi. Shu zahoti o'q otildi. Qush bir-ikki qanot qoqib yiqildi. It u tushgan joyga qarab yugurdi. "Obkel", dedi Obid aka yana tizzasiga urib. Teshevoy nimanidir tishlab egasining qarshisiga yugurdi. Bu ham bedana edi, lekin bunisi o'q tegishi bilan o'lgan, shuning uchunmi
yo ikkinchi marta ko'rib ko'nikdimi, Abdulla jirkanmadi. Quyosh toshloq ustida odam bo'yi ko'tarilib, cho'g'dek qizg'ish nurlarini socha boshladi. Kimningdir qichqirgani, keyin motor gurillagani eshitildi. Oddiy har damgidek mehnat va zavq bilan to'la yangi kun o'z hayotini boshladi. Allaqayerda qo'shiq yangray boshladi. Radiodanmi, yo qishloqning o'zidanmi, Abdulla ajrata olmadi. Qo'shiq bedanalarning sayrashiga qo'shilib, g'alati shu paytgacha u eshitmagan go'zal ohang kasb etdi. Ovni unutib, u shu atrofini to'ldirib turgan ohanglarga zavq bilan quloq sola boshladi. Ko'p o'tmay qo'shiq tindi. Ammo bedazar esa hamon qandaydir sirli, ammo sho'x o'ynoqi ohanglar bilan to'la edi. Yana o'q uzildi. Abdulla cho'chib ketdi. "Sanayapsanmi, nechta bo'ldi?" qichqirdi Obid aka. Abdulla uning yoniga keldi. Obid aka Teshovoyning og'zidan yangi o'ljani olar ekan, jiyaniga g'urur bilan qarab qo'ydi. "5-6ta dedingmi boya?" "Ha", dedi Abdulla ilgaridagi bir tekisda osilib turgan bedanalarga tikilib. "Lekin ko'p o'tganga o'xshaysiz. Ma sana." Obid aka kamarini yechib, kichkina bir tasmani oldi-da, ilgaklarini shunga o'tkazdi va tugun qilib jiyaniga uzatdi. "Bugun bedana ko'p, yana shuncha otsak bo'ladi. Qani ol Teshovoy." U shunday deb oldinga yugurgan itning ketidan yo'lga tushdi. Abdulla o'ljalarni sanadi. 11 bo'libdi. Birpasdaya hayron bo'ldi u va faxr bilan tog'asiga tikildi. Bedazorni ikkinchi marta aylanib chiqishganda o'ljaning soni 15 taga yetdi. Obid akaning kayfiyati chog' edi. "Qalay, ov, tuzukmi?" dedi nonushta qilgani o'tirishganda. "Zo'r", jilmaydi Abdulla. "Aslida ishimni tashlab ovchilikka o'tib qo'ya qolsam ham bo'lar ekan. Hali ham traktor haydaysizmi?" "Sal balandroqdan kel. Hamma traktorchilarning boshlig'iman hozir." "O'sibsiz-da", dedi Abdulla ishtaha bilan go'sht yer ekan. "O'sganda qandoq? 10 yil brigadir bo'ldim. Yana 20 yildan keyin rais bo'lsam ajab emas." Ikkovi kulishdi. "Ishim yaxshi", dedi Obid aka birozdan so'ng Teshovoyga suyak tashlar ekan. Jiddiy ohangda. "Jamoada 30 ta traktor bor. Qishin yozin tinmaydi. Topish ham shunga qarab. Yaqinda mashina olaman. Kelinoying tug'sa, bola o'lmasa mashinada butun respublikani aylanib chiqaman deb niyat qilib qo'ygan edim. Bir yog'i Arslonbob, bir yog'i Chimyon. Niyatimizga yetadiganga o'xshaymiz. Ishim yaxshi-yu, o'qimadim-da jiyan." Obid aka xo'rsinib qo'ydi. "Urushdan qaytib kelganimda o'qimoqchi edim, lekin bu fikrdan qaytdim. Qimmatchilik jamoa xarob, qishloqda deyarli erkak qolmabdi. O'shanda rahmatlik Mannob ota rais edi. Sen uni ko'rganmiding?" Abdulloh yo'q deya boshini qimirlatdi. "Ajoyib odam edi. Yoshligida otdan yiqilib, oyog'i singan va umrbod cho'loq bo'lib qolgan. Shu ham qo'ymadi. O'qish qochib ketmaydi, o'qirsan ham, olim ham bo'larsan. Lekin uka, dedim, qishloqqa qara. Bitta ham butun uy yo'q. Jamoa bundan 5 battar. Dehqon odam buni tushunadi. Qol uka, dedi, qoldim." Keyin ishga berilib ketib, o'qish xayolimdan ko'tarildim. Endi kech. Endi o'qib qayoqqa borardim? Sen nima qilmoqchisan? Ishlaysanmi? O'qiysanmi? O'qiyman, dedi Abdulla negadir uyalib. Toshduvning xizmatiga kirmoqchiman. Durust, dedi Obid akam. Matematikani yaxshi ko'rasanmi? Ha. Durust. O'qi jiyan, o'qi. Oyingni sendan umidi katta. Bor ishongan sen. Dadang mana yotib qoldim. Hozir qalay, durustmi? Tuzukday. Ish qilib tuzalib ketsin. Yomon kasalga chalinib qoldim.
nima edi nomi? Gipertoniya. Gipertoniya qaytardi Obid aka. Oti qursin. Uzoq yili kelganda ancha yaxshi edim. Bir hafta turdi chamamda o'shanda, a? Ha, u bilan ham ovga chiqqan edik. Ho, ana u yoqqa. Obid aka Paxtazorning etak tomoniga ishora qildi. Dadang teshovoy mergan, men, dadang yaxshi otadi. Adashmasam 30-40 ta bedani otuvdik o'shanda. Kechqurun buloq boshida osh qildik. Yarmini oshga bosdik, yarmini kabob qildik. Ancha tuzuk edi dadang o'shanda. Obid aka o'ylanib qoldi. Keyin cho'ntagidan g'ijimlanib ketgan papiros olib, shoshmasdan tekisladi-da tutatdi. Dadangni yaxshi ko'raman. U menga juda ko'p yaxshilik qilgan, uylantirgan, to'yga o'zi bosh bo'lib turgan. Bormaysizmi? So'radi Abdulla. Boraman. Kennoying qaytsin. Bir 30-40 ta bedani otib olib boraman. Mumkin emas. Mayli, yemasa ham ko'ngli ko'tariladi. Qani turdikmi? Mayli, dedi Abdulla qo'zg'alib. Yana 2 marta aylanib chiqamiz, shu bilan bo'ldi. Teshovoy yur. It xuddi shu gapni kutib turgandek bedazorga tashlandi. Endi Abdulla ovga ko'nikkan, hatto unga qiziqib ham qolgandi. U zavq bilan teshovoyning harakatlarini kuzatar, har o'q otilganda "Ura!" deb qichqirardi. Bedazorning orqasidagi arava yo'lda tarvuz ortilgan avtokachka ko'ringanda Obid aka ovni to'xtatdi. Abdulla qarshilik ko'rsatmadi. Aravadagi yigit Obid akani tanidi shekilli, salom berib, "Qalay, ov tuzukmi?" deb so'radi. Obid akaning o'rniga Abdulla javob berdi. 25 ta otdik mana. U g'urur bilan qo'lidagi tasmaga tizilgan bedanalarni ko'rsatdi. Aravakash kallasini liqillatib, "Qoyil!" deb qo'ydi. Keyin uni chaqirib bitta tarvuz uzatdi. Aytgandek, Obid aka, qichqirdi yigit. "O'g'il muborak bo'lsin. Rahmat. Buloq boshida bitta osh qilib berasiz-da endi devziradan, bedana bosib. Osh sendan aylansin, Xomid. Qilib beraman." Aravakash yo'lga tushdi. Abdulla tarvuzni ko'tarib, tog'asining orqasidan yurdi. Ariq labiga yetishganda, "Cho'lladik-ku, tarvuzni shu yerda yeb qo'ya qolaylik", dedi Obid aka. "Ko'tarib yurasanmi?" Ular eski joyga chordana qurishdi. Obid aka buklama pichog'ini tarvuzning dumiga shunday tekkizishi bilan yorilib ketdi. Qip-qizil chinni tarvuz buloq suvidek, muzdek va shirin edi. Obid aka bitta tirimni itning oldiga qo'ydi. Abdulla itning tarvuz yeyishini shunda ko'rdi. Teshovoy dumini likillatib yer ekan, xuddi odamga o'xshab danagini ajratib tashlardi. "Zo'r-ku", dedi Abdulla hayron bo'lib. "Nima deyapsan? Uyda biz nima yesak, bu ham shuni yeydi." Obid aka yana nimalarnidir deb itni maqtamoqchi edi. Jo'xorizor etagidan bitta bedananing juda baland sayragan ovozi eshitilib qoldi. Abdulla haligacha bunchalik o'tkir va tiniq ovozni eshitmagan edi. U-ku mayli, Obid aka ham yeb turgan tarvuzi og'zida qolib quloq sola boshladi. Bedana bir ohangda tak-tarak qilib ozgina dam olar, keyin bir yo'la 8-9 marta taraklardi. Bir necha marta shu qaytarilgach, Obid aka o'rnidan turdi. "Qayoqqa?" so'radi Abdulla tog'asining nima qilmoqchi ekanligini sezgan bo'lsa ham. U shu bedaning otilishini istamas edi, lekin Obid aka unga javob bermadi. Egasining harakatlarini tushungan it Jo'xorizor tomon yugurib ketdi. "Tog'a, shuni otmang", dedi Abdulla uning orqasidan bo'g'ilib. Obid aka eshitmadi. Abdulla ularga birpas qarab turdi-da, keyin o'sha yoqqa yugurdi. Lekin u kech qolgan edi.
Teshovoy qiyinchiliksiz bedani topgan, tumshug'i bilan pishillab uni cho'chitgan edi. Abdulla bedananing sakrab ko'tarilganini ko'rdi. O'q-ovoz jarangladi. Bedana patirlab havoda birikka aylandi-da, jo'xori ichiga sho'ng'idi. It ining orqasidan yugurdi. Shu payt Abdulla jon holatda qichqirdi. Tog'a, itni chaqiring, o'zim tutaman. Teshovoy. Obid aka uni tushundi va tizzasiga urib itni chaqirdi. Teshovoy istar-istamas to'xtab orqasiga qaytganda Abdulla ularga yetib keldi. Shuni otmasangiz bo'lardi, dedi u zarda bilan. Ha, chakki bo'ldi, achinib gapirdi Obid akam. Qanotiga tekkanga o'xshaydi o'q. Balki tuzatarmiz. Abdulla jo'xorzor ichiga kirib, bedanani qidira boshladi. U ariqdan bu ariqqa o'tdi, lekin bedana ko'rinmasdi. Jo'xorzorning o'rtasiga kelib poyalarini qayirdi-da, oldiga tikilib qayoqqa borishni bilmay turib qoldi. Oldinda bir odam ko'ringanday bo'ldi. Abdulla 1-2 ariqdan o'tib yaxshilab qaradi. Undan 10 ariqcha narida oq ko'ylakli, oq durra tang'ib olgan bir ayol cho'kka tushib, hovuchidagi yaralangan bedanaga tikilib o'tirardi. Abdulla uning yuzini ko'rmadi. Bedana tutilgandan ham uning tirikligidan xursand bo'lib, ayolning yoniga bordi. O'lmabdimi? O'lsa sizga og'irligi tusharmidi? Ayol jahl bilan shunday dedi-da, Abdullaga qaramay hansirayotgan bedanani og'ziga olib borib, tili bilan ho'lladi. Abdulla qo'ng'iroq ovozdan ayolning yosh qiz ekanligini sezdi. Ammo uning qo'pol javobidan ranjigan bo'ldi. Shuncha otganlaring yetmasmidi, dedi qiz yana boshini ko'tarmay. Men ham shunday devdim. Abdulla qizning yoniga engashdi. Engashdi-yu unga bir qarashi bilan o'tirib qoldi. Gulchehra, voy sizmidingiz? Qiz ham uni tanib, beixtiyor bo'sh qo'li bilan etagini pastroq tortib qo'ydi.